Shu ro'zg'orda endi shu Separat. erkak yashayapti siz bilan qarang. Mana uni qarang, choynak. Hokimlar tozalik reydiga chiqdi. O'pirilgan ko'prik ortidan 7,4 milliard so'm o'zlashtirilgani aniqlandi. Izza bozori yaqinida do'konlar yonib ketdi. Domi tagiga taqab qazilgan. Narodan ko'ylaklar. Olmazorda kotlovan o'pirildi. Surib tashlayapti, mashina surib tashlayapti. Kombinatda quvur yorildi. Go'sht ishlab chiqarish uchun 463 million dollar berilishi aytildi. Hafta davomida sodir bo'lgan shu va boshqa voqea hodisalar tafsiloti bilan Vaqt.uz dayjestida batafsil tanishing va albatta izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Salla desa kallasini ham qo'shib olib keladiganlar bor deya bejizga aytilmaydi. Haftaning eng trendga chiqqan va eng ko'p muhokama qilingan mavzulardan biri hokim va mahalla raislarining aholi xonadoniga kirib, qozon o'chog'i va yotoqxonasigacha tekshirgani bo'ldi. Shu yashashmi ayolni, yashashimi shu? Mana sabzi tozalagichi men qarang. Bu baqlajonni necha kun oldin tozalagansiz? Qanchalar qovurganda qarang, chumoli bosib qarang, pomidor ko'tigacha qarang. Qanday uxlayapsiz ro'zg'orda? Bu yoqqa keling, mana uni oling. Buni qarang, mana qarang. Bu yoqqa keling, mahalla raisi. Mana qarang. Men sizga aytib edim, 3 kun, 4 kunlik idishlari bilan yotadi bular. Sasi. Hozirgi qaymoq ayollar aniqlangan odam. Bachalar qo'yibdilar o'zlarini. Xaladin ichini qarang. Hozir men sizga mana ayolga ham aytdim. Erinmaymiz, mashinadan guvoh ikkalamiz. Meni mashinaga o'tirasiz, olib qo'yaman uyingizga. Bizni ro'zg'orda borib ko'rib chiqasiz, hamma joyga kirib. Yodingizda bo'lsa, hatto prezident ham tasodifan tashriflarida fuqaroning eshigini taqillatmasdan ruxsatsiz uyiga kirmagan edi. Assalomu alaykum. Здравствуйте. Как у нас дома с теплом? Честно, чуть-чуть не очень. Ну, в целом хватает, да? в целом? Ну, не мерзнем вообще. А так хватает, да? Ну да. Вы сколько человек живете здесь? 5. 5, да? Вы один сейчас дома? Нет, еще сын. Avvaliga Shahrisabz tumani hokimi Samad Hasanovning fuqaro xonadoniga kirib, uy egasini tartibsizlik uchun tanqid qilgani aks etgan video tarqaldi. Mana shu yashash davoni qarang. Ayting, bu yerda nima tartib bor? Mana zajgalka ham bor, patron ham bor. Ha? Mana changni qarang. Bolalar juda aybdor ekanda qarang. Mana qarang. Bu achmaydimi sizda ovqatingiz? Videodagi keskin gaplar, jarima qo'llash haqidagi topshiriqlar va fuqaroning kameraga olinib, omma oldida izza qilingani jamoatchilikning e'tiroziga sabab bo'ldi. Oradan ko'p o'tmay Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi bu holat yuzasidan viloyat hokimligiga xizmat tekshiruvi o'tkazish bo'yicha taqdimnoma kiritdi. Agentlik davlat xizmatchilari fuqarolar bilan muloqotda odob-axloq qoidalariga rioya qilishi, shaxsiy hayot daxlsizligi va inson sha'nini hurmat qilishi shartligini eslatdi. Nima bilan yashayapsiz? O'choq hayvoningizni qarang. Qanday uyda yotib tursiz uyda? Buni qanday uxladingiz kecha-kecha qilib? Yo'q, kecha-kecha qilib qanday o'choq hayvoni shunday bo'lib turib yashadingiz? Shu bilan birga mahallalar uyushmasi ham xonadonlarga kirish yoki aholini so'roqqa tutish bo'yicha hech qanday topshiriq berilmaganini bildirib, bunday amaliyot qonunchilikka zid ekanini urg'uladi. Bu orada mavzu boshqa hududda ham davom etdi. Toshkent viloyati Chinoz tumani hokimi Sherzod Solihov yig'ilishda tumanda hududda obodonlashtirilmagan va tartibga keltirilmagan mahallalarga sharmandali mahalla hamda talab darajasida saqlanmagan xonadonlarga esa uyatli xonadon yozuvlarini o'rnatishni buyurdi. Sharmandali mahalla deb aytsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shior bor sharmandali mahalla, Dilmurod. Bugun kelasan qani? Menga ber. Hozir kelasan, bor chiqib. Sharmandali mahalla qilib, ko'rinadigan joyga, xalq ko'radigan joyga ey. Sharmandali mahalla bu. Birlik mahallasi. Bu narsa syonkaga ham olaman bu narsa. Bundan boshlab Birlik mahallasi Sharmandali mahalla, illari. Ikkinchi shior bor, uyatli xonadon. 5 yil. 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 5 yil.
Mas'ullarga uyma-uy yurib, hovlilar, darvozalar va hatto ko'cha bo'yiga rayhon ekilgan-ekilmaganini tekshirish topshirildi. Kamchiliklarni bartaraf etish uchun esa atigi bir kun muddat berilgani aytildi. Xullas, tarqalgan videolarga ko'ra, bunday vazifalar bilan shug'ullangan xodimlar bir emas, bir nechta ekani ko'rinib turibdi. O'rtoqlar, kecha nimalarni sizlar har xil tanqid qilyapsizlar. Bu prezidentimizni qarori, viloyat hokimimizning qarori. Mana yil mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan prezident bobomiz Shavkat Mirziyoyev 40 kun dolzarb kun deb e'lon qildi. Bunga xonadonlarga kirib, mahalla raisi yetkiligi bilan xonadonlik, ichki xonadonlik quyitilmalarini, tandirxona-yu o'choqlarini ko'rish, qozon o'choqlarini ko'rish kerak bo'lsa, keyin xonadonlik tashqaridagi ko'cha ariqlarining tozaligini hammasini bizga topshirib berilgan. Sizlar noto'g'ri tushunmanglar, agar qaysinga gruppani buzib, men kecha eshitdim hamma xabarlarni, gaplaringni eshitdim. Mayli, aqlsiz gaplaring bilan aqlli qilmanglar, lekin yilni buzmanglar o'rtoqlar. Yana bir mahalla raisining aytishicha, xonadonlarni o'rganish va obodonlashtirish ishlari mustaqillikning 35 yilligiga tayyorgarlik doirasida o'tkazilyapti. Rais bu ishlarni yuqoridan berilgan topshiriq asosida qilinayotganini, maqsad esa aholini ogohlantirish va hududlarni tartibga keltirish ekanini ta'kidladi. Xullas, bu voqea ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Hatto ko'pchilik hokim va mahalla raislarining bu harakatlarini hazil mutoyibaga aylantirib, parodiya videolarini ham tarqatishga ulgurdi. Qara yig'ishtir, tozala, hamma joyda hokim bor, reydga chiqibdi, xonadonlarni tozalagan tekshirib ekan. Hokim. Nima tekshirmas ekanman? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shu yerda yashaysizmi? Ha, yashayman. Shu yerda yashab ham bo'ladimi? Uyatli xonadon deb mana shu yerga yopishtirib qo'yamiz. 20-uy. Bundan buyog'iga uyatli xonadon. Mana uyda egasi, mana uyda egasi ham chiqdi. Keling. Bugundan boshlab shu uyingiz uyat. Nima ertayapsiz buni? Nima bo'ldi? Kimsiz? Kuchukka o'xshab yashashingizni qarang. Hokim buva uyga kelaveradi, hamma ishimdan ayb topaveradi, xalqimizni sharmanda qilaveradi, ayollarning ishiga burun suqaveradi. Yakunlanayotgan haftada Toshkentda qurilganiga hali 2 yil ham bo'lmagan yangi tunnel yo'lining o'pirilishi bilan bog'liq bo'lgan shov-shuvli ish bo'yicha sud hukmi o'qildi. Esingizda bo'lsa, shu yil martda Temur Malik va Buyuk Ipak yo'li ko'chalari kesishmasidagi yangi tunnelning tayanch devori qisman qulagandi. O'shanda hodisa qurilish sifati va davlat buyurtmalari ustida nazorat masalasini yana kun tartibiga olib chiqqandi. Sud hujjatlariga ko'ra, loyiha uchun ajratilgan mablag'larning bir qismi noqonuniy o'zlashtirilgan. Tergov davomida mas'ullar ayrim qurilish ishlari sifatsiz bajarilgani, yana ba'zilari esa umuman bajarilmagan bo'lsa-da, hujjatlarda go'yo bajarilgandek rasmiylashtirilganini aniqlagan. Oqibatda davlatga qariyb 7 milliard 400 million so'm zarar yetkazilgan. Mazkur ish yuzasidan 6 mansabdor va pudratchi sudlandi. Ularning barchasi aybdor deb topilib, 100 million so'mdan ortiq jarimaga tortildi hamda ma'lum muddat mansabdorlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilindi. Bundan tashqari, sud davlatga yetkazilgan zararni qoplash uchun depozit hisob raqamiga kiritilgan milliardlab so'm mablag'larni davlat foydasiga undirish haqida qaror chiqardi. Oxirgi paytlarda, ayniqsa yozda yong'inlar soni ko'payyapti. Toshkent viloyatining Zangiota tumanida yuz bergan yirik yong'in ham yana shulardan biri bo'ldi. Gap shundaki, 6-avgust kuni Toksor mahallasida joylashgan savdo do'konlarida chiqqan yong'in qisqa fursatda katta hududni qamrab oldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda quyuq qora tutun va baland alanga uzoq masofadan ham ko'ringani yong'inning qay darajada ekanini ko'rsatib turibdi. Voqea joyiga Favqulodda vaziyatlar vazirligi, tez tibbiy yordam va boshqa xizmatlar zudlik bilan yetib bordi. Guvohlarning aytishicha, ko'plab tadbirkorlar olov kuchayib ketishidan oldin mahsulotlarni olib chiqishga ulgurgan. Biroq 15 dan ortiq do'kon va ulardagi mahsulotlarning katta qismi yonib ketgan. Yong'in tushlik payti boshlangan. Guvohlarga ko'ra, hududlardagi do'konlarning aksariyatida telefon aksessuarlari va suvenir mahsulotlari sotilgan. Tez yonuvchan buyumlar ko'pligi sababli olov qisqa vaqt ichida katta maydonga tarqalgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yong'in qariyb 1,5 soat ichida to'liq o'chirilgan. Alangada jarohatlanganlar bo'lmagan, ammo yong'in oqibatida qariyb 400 kvadrat metr savdo maydoni zarar ko'rgan. Hozirda yong'inning kelib chiqish sabablari va yetkazilgan moddiy zarar miqdori aniqlanyapti.
Bu hafta poytaxtning Olmazor tumanidagi qurilish maydonida 9 qavatli uyga yaqin masofada qazilgan kotlovan o'pirilib tushdi va unda bir kishi jarohat oldi. Voqea joyiga borgan jurnalistlar bilan suhbatlashgan mahalliy aholi ular bu qurilishdan avvaldan norozi bo'lib kelayotgani, mas'ullarga bir necha bor murojaat qilgani, ammo murojaatlar javobsiz qolganini aytdi. Ularning so'zlariga ko'ra, hodisadan keyin ayrim xonadonlar elektr va suvsiz qolgan. Qolaversa, qurilish yaqinidagi maktab o'quvchilari xavfsizligi ham xavotir uyg'otyapti. Toshkent shahar hokimligiga ko'ra, vaziyat Umurzoqovning nazoratiga olingan bo'lib, uning topshirig'iga binoan poytaxt favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasini nazorat qilish inspeksiyasi, prokuratura organlari, Olmazor tumani hokimligi hamda boshqa mutasaddi idoralar vakillari ishtirokida tezkor maxsus komissiya tuzilgan. Shuningdek, ekologiya boshqarmasiga ko'ra, ushbu hududda 800 million so'mlik 13 tup daraxt kesib tashlangan va 16 tup chinor noqonuniy ko'chirilib, ularga shikast yetkazilgan. Bu qurilish obyektida avval ham ekologiya qonunchiligi talablari bir necha bor buzilgani aniqlangan. Xo'sh, siz go'shtni qanchadan olyapsiz? Go'sht aholining o'ziga to'qlik darajasini belgilaydigan norasmiy omillardan biri hisoblanadi. Bozorda go'sht narxi va ta'minot masalasi ko'pchilikni qiziqtiradigan mavzulardan biri. Aprel-iyulda go'sht narxi 6-8% ga o'sdi. Qo'chqorov Abdurahmonov hokimlar 1-avgustgacha import go'shtni samolyotda tashish xarajatlarini qoplashni so'ragani uchun bunga rozilik berganman. Ushbu maqsadlar uchun 300 milliard so'm ajratdik. Qaysi hokim tadbirkorim bilan chetdan go'sht olib keldim deb ayta oladi? Afsuski bunga ijobiy javob yo'q. Chorvaga mas'ullar, viloyat, tuman hokimlari shu paytgacha bizda 14,5 million bosh qaramol, 24,5 million bosh qo'y echki bor deb ishonib yurgan. Qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish yakunida hammasi ochiq oydin ko'rindi. Qaramol soni 2,5 million boshga, qo'y va echki 1,5 million boshga kam chiqdi. Bu hafta mamlakatda go'sht va sut mahsulotlari ishlab chiqarishni oshirish bo'yicha yangi rejalar aytildi. 2026-2028 yillarda O'zbekistonning chorvachilik sohasiga 463 million dollar yo'naltirish ko'zda tutilgan. Asosiy maqsad ichki bozorda go'sht va sut mahsulotlari ta'minotini oshirish, ishlab chiqarish bilan talab o'rtasidagi farqni qisqartirish. Hozirda O'zbekistonda go'shtga bo'lgan yillik talab qariyb 2,150,000 tonnani tashkil etadi. Ishlab chiqarish hajmi esa 1,600,000 tonna atrofida. Yangi loyihalar hisobidan qo'shimcha 190,000 tonna go'sht ishlab chiqarish imkoniyati yaratilishi kutilyapti. Faoliyatini to'xtatgan chorvachilik korxonalarini qayta ishga tushirish, naslli mollar olib kelish, aholi xonadonlarida yengil konstruksiyali molxonalar tashkil etish va kichik xo'jaliklarni qo'llab-quvvatlash ko'zda tutilgan. Shuningdek, xorijdan 100 minglab naslli qoramol va qo'ylar olib kelish, sun'iy urug'lantirish hamda zamonaviy naslchilik texnologiyalarini kengaytirish rejalashtirilyapti. Mas'ullarga esa ajratilayotgan mablag'lardan samarali foydalanish loyihalarini qat'iy nazorat qilish va aholini sifatli hamda hamyonbop oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash bo'yicha vazifalar yuklatildi. Toshkent shahridagi Bo'rijar kanalida cho'kayotgan 13 yoshli bola ichki ishlar xodimi tomonidan qutqarib qolindi. Ma'lum bo'lishicha, hodisa vaqtida Yakkasaroy tumani post patrul xizmati inspektori Rasul Jo'rayev vaziyatni ko'rib, zudlik bilan suvga sakragan va bolani xavfsiz tarzda qirg'oqqa olib chiqqan. Unga yana bir kishi yordamlashgani, bolaning ahvoli yaxshi ekani aytilyapti. 5-avgust kuni yirik sanoat korxonalaridan birida yuz bergan nosozlik ham jamoatchilik e'tiboriga tushdi. Egalar yo'qmagan mana. Toshkent viloyatidagi Olmaliq metallurgiya kombinati mis boyitish fabrikasining chiqindi saqlash omboriga olib boruvchi magistral pumpa quvuri yorildi. Tarqalgan videolarda quvurdan kuchli bosim ostida suv va aralashma otilib chiqqan. Ayrim avtomobillar harakatlana olmay qolgan. Kombinat ma'lumotiga ko'ra, mutaxassislar zudlik bilan ta'mirlash ishlarini olib borib, nosozlikni bartaraf etgan. Hozirda hodisa oqibatlarini tozalash ishlari ham yakunlangan. Hududdagi yo'llar tartibga keltirilgan. Pulpa quvuri nima o'zi deyotgan bo'lishingiz mumkin. U tog' kon sanoatida maydalangan xomashyo va suyuqlik aralashmasini tashish uchun foydalanadigan maxsus tizim hisoblanadi.
Tabiatga yetkazilgan zarar bilan bog'liq yana bir holat Surxondaryoda ro'y berdi. Sariosiyo'dagi Sangardak mahallasida salkam 100 yillik 11 tup zarafshon archasi noqonuniy ravishda qo'porib tashlandi. Bu ishlar ruxsatsiz qilingan. Ogohlantirishlarga qaramay, bunday holat davom etgani aytilgan. Archalarga yetkazilgan zarar summasi hisoblanyapti. Shuningdek, hududdagi qurilish ishlari ekologik talablar asosida olib borilgan yoki yo'qligi ham o'rganilyapti. Shu tariqa ortda qolgan haftada sodir bo'lgan eng muhim voqea hodisalarni sizlar bilan birga yodga oldik. Agar kontentimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta yoqtirish belgisini bosib qo'ying va izohlarda fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.